Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Katyol uz jamoasi katyollari bitdi. Mana eshiklarni qo'yib, tayyor qilib zagotovkani tayyorlab qo'yganmiz. Kimga qanday nechta katyol kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 500 ta tayyor katyolimiz bor. Unaqa ko'ralar ham tayyorlab beramiz. Lazer xizmatimiz bor. 1994-yil B sinflarga. Mana hozir bu yoqda ashpka qilish jarayoni. Bu yoqda eshiklarni qo'yib, ichiga bitta zanglamaslik uchun kraska uriladi. Bunga o'xshab kraska urilgandan keyin bu yoqqa olib chiqib taxlangan. Keyin mana ashpka qilib tayyorlab beriladi. Mana katyollarimiz bitgan holati. Mana shunaqa bo'ladi. Mana tayyor bitgan holati. Mana shu. Sifatiga baho berasizlar. Kommentariyaga 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Kompyuterda tiziladi bu. Kompyuterda tizilib tayyorlangandan keyin lazerda kesib, bukib tayyorlanadi mana.